Bir mijozimiz 600 marka gazobulda zakaz qilganlar va buni qo'shiladigan ximikatlarimiz 350 gram kalsiy soda. 350 gram kalsiy soda qo'shamiz. Hop, 200 gram tuz qo'shamiz. Gram tuz и shisha tola deydi o'zimiz o'zbek tilida. 200 gram bundan qo'shamiz. Mana 200 gram bundan qo'shib 125 kilo 550 markali Namangan bolni qo'shyapmiz. 125 kilo. Shunda 600 marka chiqyapti, 550 marka seminlarimiz ochilmabdi. Mana faqat shundan ishlatamiz. 550 marka bonus. Zakazlar bo'lsa, cheklanmagan miqdorda olib chiqarib beramiz inshaalloh.